Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Mana gullarimiz keldi. Yangi gullarimiz mana. Lola degan sorti. Mana guli 10 oydan 1 yilga davom turaveradigan sort. Mana murojaat qilaverasizlar. Katta. Mana motomonimizda mana azaliya degan gullarimiz kelgan mana. Xudo xolasa bularni mana 150 ming so'm beryapmiz. Motomon mana poni antiurum mana gigant sortlari mana. Mana holati. Meni ol degan gul mashi ekan mana. Guli 10 oy turar ekan buni. Mana kichilari ham bor buni. Mana imperatorimiz mana ko'klari. Nihoyatda go'zal keldi. Mana qorasi. Ana aglanemalarimiz mana. Sifat gulumdi. Katta sortda mana. Mana antiurumni kichkinasi mana bo'lsa ham 3 ta 4 ta chiqaradigan, guli 10 oy turadigan gulimiz mana. Nihoyatda zo'r, kuslari ham zo'r kelibdi. Yana qaysi gulimizni obzor qilaylik. Yangiliklardan mana sikaslarimiz bor mana. Nihoyatda chiroyli kelibdi. Sikaslarimiz mana cheklangan. Mana bansaylarimiz. Ofisbob chiroyli mana bansak mana. Archalarimiz kelgan mana. Avuqari archa. Xonaniki, tuvariki. Azaliyamiz mana oqlari ham bor ekan. Keldi, ketdi o'lyapti azaliyalarimiz ham nihoyatda zo'r. Mana go'zal, chiroyli holatda. Katta kichik hamma razmerdan bor. Mana yangi gullarimizga o'tyapmiz yana. Mana klive degan gullarimiz kelgan mana yana. Nihoyatda chiroyli kuslari. Salafanni olgan ulgurmayapmiz. Endi ochdik. Korobkalarda endi mana. Kaktuslar mana. Nihoyatda chiroyli holatda. Ayol baxti degan gullarimiz mana kelgan bu yoqda. Mana 80 ming so'mdan tortib 100 ming, 150 mingga davr, 300 mingga davr bor. Brezia degan gulimiz mana yangi sortlari keldi. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Hali korobkamiz ochilgani yo'q. Mana ayol baxtini kattasi mana. 350 ming so'mlik gigant, 1,5 metr bo'yi. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar buni ham. Aglanema degan gulimiz mana nihoyatda zo'r keldi. Kuslari ham yaxshi. Bo'lsa 3 taga chiqadi. Bularimiz mana 100 ming so'mdan. Bular yay bo'lgandan keyin mana papertingimiz kelgan. Yangi sortda nihoyatda zo'r holatda. Mana ochyapman. Mana. Go'zal holatda keldi. Bu ham xudo xolasa 75 ming 80 ming atrofidagi gulimiz. Chiroyli holatda. Drasenda mana kampay degani mana 3 taligi. Bularimiz ham keldi mana. Kerak bo'lsa bulardan ham bor. Mana gulimiz rasa nihoyatda zo'r. Trend tegisi mana gardenia degan gul. Hidi nihoyatda shirin, oppoq ochiladi, uyda tutib ketadi hidi. Mana zakaz qilsanglar, mana bulardan ham kelgan. Xudo xolasa yangiliklarimizdan yana nimalarimiz bor? Yangi gullarimizni hali mana ochib ulgurmadik. Chiroyli holatda kelibdi mana. Gartenzalarimizni ko'rsataman deb keldim. Gartenzalarimiz nihoyatda zo'r keldi mana. Holati. Mana gartenzalarimiz mana 150 ming so'mdan. Oqi bor. Qizillari bor. Mana papertniklarimiz kelgan mana. Papertniklarimiz ham nihoyatda zo'r holatda. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 99lik
140 88 41 nomerlarimiz. Mana sekin gullarimizni sartaro'pga qilib joylayapmiz. Yana bir obzor qilib o'tamiz bularda bir qator. Mana qilsak, mana Leo, Karateya Leo degan gulimiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana gullarimiz. Gusmane degan gulimiz kelgan mana. 3 tasi bitta. Mana bunisi mana yangi sort ekan. Guli bakkalanib ketadi. Mana gul ichida. Gusmane xo'p degani mana shuni endi. Gusmane xo'p degani shu. 3 taliga qani buni? 3 taliga boradi. Korobkalarimizni ochib ulgurmayapmiz. Sababi klientlarimiz ham ko'p. Zakaz qilgan mana bu yangiliklardan mana kelgan mana. Buni ham tashlab beraman. Hozir buni skochini yechaylik. Mana yangiliklardan. O'zbekistonga yangi kirdi bu ham. Kabinetlarda, xonalarda nihoyatda chiroyli turadigan gul ekan. Mana holati nihoyatda zo'r. Kerak bo'lsa buni ham aytaverasizlar. Andijon yangi bozor. Ravshanbek desanglar, kommentariyaga tashlab qo'yaverasizlar fikringlarni. Ancha-muncha ololmagan bo'lsam, men bloger emasman. Yangi boshladim hali ish tajribamizni. Mana bemalol murojaat qilaverasizlar. Klientlarimiz mana kelyapti, hammasi mana xudo xolasa gullar yangi keldi mana.